Dasturimiz davom etadi. Andijonda aliment to'lovlarini to'lashda qiyinchilikka uchrayotgan ishsiz otalarni ish bilan ta'minlash maqsadida mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Hozir shu haqda. Andijon shahrida jinoiy ishlar bo'yicha Andijon shahar sudi tomonidan aliment to'lovlarini to'lashda qiyinchilikka duch kelayotgan ishsiz otalarni ish bilan ta'minlash maqsadida mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Bir nafar farzandim bor. 1 yildan buyon aliment to'layman. Shu ishsizligim sababli bu yerda ochilgan yarmarkaga keldim va o'zimga yoqqan ishlarni ko'rdim va tanladim. Endi o'z vaqtida to'lab boraman. Ushbu o'tkazilgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasida 42 nafar aliment to'lovchi otalar shu kunning o'zida doimiy ish joyiga ega bo'lgan bo'lsalar, 15 nafar otalarga esa yo'llanma berildi. Shu bilan birga ular 30 ta korxona, tashkilot va boshqa davlat muassasalari tomonidan ko'rsatilayotgan 250 dan ziyod bo'sh ish o'rinlari bilan tanishish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar. Majburiy ijro byurosi Andijon shahar bo'limida mehnat yarmarkasi tashkil qildik. Mehnat yarmarkasini tashkil qilishdan sabab ushbu ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash bo'ldi. Bu mehnat yarmarkasida 30 dan ortiq ish beruvchi tashkilotlar jalb qilindi. Yarmarka davomida 40 dan oshiq nafar shaxslar ish bilan ta'minlandi va bularni ish joyiga yo'llanmalar berildi. Bu kabi olib borilayotgan ishlar aliment to'lovchi otalarning hayotida tub o'zgarishlar yasash bilan birga ularning turmush sharoiti yaxshilanib, yashash tarzi shakllanishiga xizmat qiladi. Mukarram Bahriddinova, Xurshid Isakov, Halilullo Ahmadjonov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Andijondan.